Ulamolar, birodarlar, siz bilan bizni yurtimizni boyligi, siz bilan bizni faxrimiz. Ular bor ekan, siz bilan biz uchun ular yo'llarni yoritib turadigan chiroq bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Innalloha la yaqbidul ilma intiza'an yantazihu minan nas." Alloh taolo odamlar orasidan ilmni birdaniga sug'urib olib qo'ymaydi. Lekin ilmni olib qo'yadi. Nima bilan? Ulamolarni mana shu odamlarning ichidan bitta-bitta olib qo'yishlik bilan. Ulamolar ketadi, olim qolmaydi. Shunda odamlar, dedi Rasululloh, johillarni o'zlariga boshliq qilib olishadi. Ana shu johil boshliqlar, ilmsiz boshliqlardan so'raladi. Ular fatvo berishadi ilmsiz. O'zlari ham adashadi, boshqalarni ham adashtirishadi. Birodarlar, ulamolarni qadrlashimiz kerak. Mana yaqin kunlarda yurtimizni olimi, ustozimiz Alovuddin Mansur hazratlari dunyodan o'tdilar. Sal ilgariroq yana bir olimimiz ustoz Shuba hoji Jalilov vafot etdi. Yana boshqa bir nechta ustozlar dunyodan o'tishdi. Bu musulmonlar uchun katta musibat. Olimni o'lishi, olimni o'lishi. Xalqimiz uchun bu katta yo'qotish bo'ldi. Alloh ularning oxiratini obod qilsin. Endi mana shu ustozlarimizni ham ular tirik chog'larida ustlaridan kerak bo'lmagan maza bemaza gapni gapiradiganlar yetarli chiqib turar edi. Asosan yoshlar o'rtasida bo'ladi bu narsa. Mana endi ustozlarimiz yo'q. Chin dunyoga safar qilishdi. O'zlari bilan qilgan solih amallarni olib ketishdi. Kim ularning xizmatini g'animat bilib, ularga hurmat ko'rsatib, duosini olib qo'ygan bo'lsa, yutdi. Ya'ni kimlarda tinimsiz ularning obro'yiga so'z tekizib, g'iybat qilib, qadrini yerga urib, hech kim emas deb shuni behurmat qilganlar, ular o'zlariga zarar qildi. Ulamolar Alloh taoloni yaxshi ko'rgan bandalari. Birodarlar, ularni hurmat qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo hadis qudusida aytadi. Imom Buxoriydan keltirilgan: "Qalallohu azza va jalla man adali waliyan faqat azantuhu bil harb." Alloh taolo aytayapti: "Kim mening valiyimga, ya'ni do'stimga dushmanlik qilsa, tahqiq unga qarshi men urush e'lon qilaman." Endi Alloh urush e'lon qilsa, tugadi u odam. Endi Ibn Hajar mana shu o'rindagi Allohning valisi kim degan savolga javob berib aytadiki, Allohning valisidan murod Allohni tanigan, uning toatida doim, ibodatida muxlis bo'lgan olim inson deydi. Ilmli odam, olim odam, birodarlar, Allohning valisi bo'ladi. Unga adovat qilib bo'lmaydi. Adovat qilsangiz Alloh tomonidan urush e'lon qilinadi sizga.